Assalomu alaykum millionlar o'yini muxlislari. O'tgan hafta futbol olamida nimalar sodir bo'ldi? Top 5 yangiliklari bilan davom etamiz. Cristiano Ronaldo nihoyat Saudiya Pro Ligasida chempionlikni qo'lga kiritdi. Al-Nasr jamoasi o'zining eng yaqin ta'qibchisi Al-Hilolni ortda qoldirdi. Bu natija bilan bir qatorda u o'z faoliyatidagi 973-golini rasmiylashtirib, mingtalik dovonga va ajoyib rekordga yaqinlashdi. Endi keyingi e'tibor iyun oyida Amerika qit'asida bo'lib o'tadigan Mundial Kubogiga qaratiladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoamiz 26-mayda AQShga uchib ketdi. Prezident va O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari futbolchilarni Bunyodkor stadionida yig'ib, nazorat uchrashuvi va iliq tilaklardan so'ng ularga oq yo'l va mundialda muvaffaqiyatlar tilashdi. Jahon chempionati boshlanishiga qadar bir qator umumiy mashg'ulotlar va shu jumladan 1-iyun Kanada va 8-iyun Niderlandiya terma jamoalari bilan nazorat uchrashuvlari rejalashtirilgan. Arsenal uzoq kutilgan va mashaqqatli yo'lni bosib, APL chempionligini qo'lga kiritdi. Mikel Arteta 6 yil oldin bu jamoaga kelgandi va nihoyat o'z ustozi Pep Guardiolani ortda qoldirdi va boshi uzra kubokni ko'tardi. Shu jumladan vatandoshlarimiz orasida Arsenal muxlislarini ushbu 24 yil kutilgan chempionlik bilan tabriklaymiz. Keyingi xabarimiz ham Arsenal va ispaniyalik murabbiylar bilan bog'liq. 30-may kuni Budapesht shahrida Chempionlar Ligasi finalida murabbiyi ispaniyalik bo'lgan ikki jamoa finalda o'ynaydi. PSG hamda Arsenal. Eslatib o'tamiz, yaqindagina bo'lib o'tgan Yevropa Ligasi finalida ham ispaniyalik Unai Emery muvaffaqiyat qozongan edi. Umumiy olganda ispaniyalik murabbiylar tobora dunyo futbolida muhim va asosiy o'rinlarni egallab borishmoqda. Italiya A seriyasida Como jamoasi Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jamoa bosh murabbiyi ispaniyalik Cesc Fabregas bu yo'lda buyuk va katta jamoalar Milan hamda Juventusni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. E'tiborga loyiq tomoni 2 mavsum avval bu jamoa B seriyada qatnashar edi. So'nggi soniyalarda mundial tarkibiga ilinib qolgan Neymar oxirgi uchrashuvda jarohat olib, milliy terma jamoa murabbiylar shtabini chuqur o'ylashga majbur qildi.